Arafa muborak bo'lsin. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, yuzimizni qaratma, oshimiz chiroyli chiqsin. Allohu akbar. Bismillah. Bu oshni arafa munosabatida qilyapmiz. To'g'ri, osh bilan arafa hech qanaqa bir-biriga shar'iy aloqasi yo'q, lekin o'zbeklarning chiroyli urf-odati, ya'ni qo'ni-qo'shni bir-biriga bo'lgan yo'qolib ketayotgan silai rahmini ko'rsatib berish maqsadida shu oshni qilyapmiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Arafa muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Assalomu alaykum. Arafa muborak bo'lsin qo'shni. Rahmat. Chiqinglar aka.